Navbatdagi masalamiz tovar sotib olish. Biz 16-yanvar holatida 15.000 AQSh dollari miqdoridagi tovarlarni qabul qilib oldik. Demak, bunda tovarlarimiz ko'paydi va mol yetkazib beruvchilarga bo'lgan qarzimiz ko'paydi. Chet el valyutasida oldi-berdi bo'lganligi sababli biz 5 qo'shib hisoblaymiz. Shunda valyuta ekanligini bilib olish uchun. Kurs 16-yanvar holatida Markaziy bank kursi qanaqa edi? 12.962 so'm 1 tiyin ekan. So'mdagi qiymati qarzimizning kursni valyuta miqdoriga ko'paytirsak 194.430.150 so'm ekan qarzimiz. Keyin oy oxirlab qoldi, hali ham qarzimizni berganimiz yo'q. 15.000 AQSh dollar miqdorida qarzimiz bor edi. Oy oxirida qarzimizni qayta baholaymiz. 31-yanvardagi kurs kerak bo'ladi. 31-yanvardagi kurs 12.957 so'm 1 tiyin ekan. Demak, kurs tushibdi. Bunda nima hosil bo'ladi? O'zaro kurslar orasidagi farqni ko'paytiramiz qarzimiz miqdoriga va 75.000 so'mga qarzimiz kamayibdi. Qarzimiz 15.000 dollarligicha turibdi, lekin so'mdagi qiymati kamayganligi uchun biz unga provodga beramiz. Qarz kamaysa passiv shot debitlanadi hamda bu biz uchun daromad bo'ladi. Deylik 6-fevral kuni biz qarzimizni to'ladik. Qarzni to'lashdan avval biz yana qarzimizni qayta baholaymiz. Qarzimiz yana kamaygan bo'lishi mumkin yoki ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Bizga buning uchun 6-fevraldagi kurs ma'lumotlari kerak bo'ladi. 6-fevralda kurs yaxshigina ko'tarildi. 12.985 so'm 32 tiyin. Va kurslar farqini ko'paytiramiz qarzimiz miqdoriga. Qarzimiz 424.650 so'mga ko'payibdi. Demak, qarz ko'paysa kreditlanadi va salbiy kurs farqidan zarar ko'rdik. 6-fevral kuni biz qarzimizni to'lab berdik. 6-fevraldagi kurs miqdoriga qarzimizni ko'paytirsak ham o'sha summa chiqadi yoki dastlabki qarzimizdan qarzimiz kamayishi va ko'payishini hisoblasak ham o'sha summa kelib chiqadi. Va qarzimizni to'lasak qarzimiz kamayadi, valyuta shotimizda pul mablag'lari kamayadi. Bu yerda qarzimizni o'zgarishini ko'rishimiz mumkin grafikasini. Dastlab tovarlar xarid qilganimizda 194.430.150 so'm qiymatidagi 15.000 dollar qarzimiz mavjud edi. Oy oxirida qarzimizni qayta baholadik. Qarzimiz 75.000 so'mga kamaydi so'mdagi qiymati va 6-fevralda biz pul to'ladik. O'shandan oldin ham biz qarzimizni qayta baholab oldik. O'sha 15.000 dollar so'mdagi qiymati 424.650 so'mga ko'payib ketdi va biz zarar ko'rdik bu yerda. Va oxirida qarzimizni to'lab berdik. Keyingi masala tovar sotish misolida ko'raylik. Kurslarni o'zgartirmadim. Sanalarni ham. Xo'p, biz tovar sotdik 5.000 dollar miqdorida. 5.000 dollarlik tovarlar sotsak, xaridorlarning qarzi ko'payadi 5 qo'shlik valyutaligi uchun va tovar sotishdan daromad ko'rdik. Qiymatni kursga ko'paytirganimizda 64.810.050 so'm xaridorlarning qarzi ortdi. Xaridorlar qarzlarini to'lamadi, oy yakunlandi va oy oxiri bilan biz xaridorlarning qarzini qayta baholaymiz. Bunda kurs farqini xaridorlarning qarzi miqdoriga ko'paytirish orqali aniqlaymiz. Demak, 25.000 so'mga kurs tushishi natijasida xaridorlarning qarzi kamaydi. Aktiv shot kredit tomonda kamayadi va biz bundan zarar ko'rdik. Va 31-yanvar holatida xaridorlarning qarzi 64.785.050 so'm ekan. 6-fevral holatida xaridorlardan bizga pul mablag'lari kelib tushdi. Pul mablag'lari kelishidan oldin biz xaridorlarning qarzini baholaymiz. Demak, xaridorlarning qarzi 141.550 so'mga ko'paydi. Aktiv shot debitda ko'payadi va bu biz uchun ijobiy kurs farqidan daromad bo'ladi.
xaridorlarning qarzi 6-fevral holatida 64.926.600 so'm ekan so'mdagi qiymati va xaridorlar pul to'lab berishdi. Oxirgi kurs bo'yicha to'lab berishadi. Xaridorlar pul mablag'lari ko'paydi bizda va xaridorlarning qarzi kamaydi. Yoki xaridorlarning dastlabki qarzni kamayishi va qarzni ko'payishini o'zaro hisoblasak ham ikkalasi bir xil summa chiqadi va tovar sotishda shu provodkalardan foydalanamiz. Shu bilan chet el valyutasidagi operatsiyalarni buxgalteriya hisobida aks ettirish darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.